Muratova Ilsiya, yaşım 17'de. Mende 6 yıldan beri kanatlı diyabet keselligi var. İnsülin alaman 6 yıldan beri. Kuniga 6-7 marta alaman. Azanda, kishda, avetda. Vaznim 56 kilo edi. Butun 40 kiloga tushdim, 16 kilo. Ozib ketdingiz? Ozib ketdim. Tushunarli. Keyin odan 1 yil, 2 yildan beri semirganim yo'q. Tez больницаga tushdim. Aynan 1-2 marta tushib turadi. Bir oyda 1-2 marta больницаga tushib qolasiz. Bu sahringiz ko'tarilganidan. Ko'tarilganda. Shu больницаga tushganingizdan keyin o'sha davolanasiz 6 kun, 7 kun. O'shanda minimum tushgani qancha bo'ladi? Sahar qancha tushadi? 6-7 tushadi. Keyin qaytadan ko'tarilib ketadi uyga chiqqandan keyin. Xo'p, hozir nimalar qilyapsiz? Nimalar iste'mol qildingiz va sizda qanday o'zgarishlar bo'ldi? Hozir o'sha magniy vodorod ishlayapman. Hashekani уже 2 oyga shamolasdi. O'sha 2 oy ishgan bo'lsam, men 6 yildan beri ko'rmagan rezultatni ko'ryapman. Vес bosdim. Vazningiz oshdi necha kiloga? 51. Oldingi rasmlaringiz bor-a? Bemalol nima qilsak bo'ladi? Juda yaxshi. Sahringiz-chi, asosan sahrda qanday o'zgarishlar bo'ldi? Sahrim uncha ko'tarilmaydi hozir. Nechiga ko'tarilmaydi. Nechiga tushdi? 5-6. Eng ko'tarilgani 10 bo'lib turibdi. Juda yaxshi. Insulin olishingiz kuniga 6 marta, 7 marta dedingiz, hali o'sha nima bo'ldi? Hozir faqat kuniga 1 marta. Kuniga 1 martaga tushdi u ham. Tushdi. Juda ham zo'r. Chaqqanlashdim. Apetit yo'q edi. Apetitim ham ochildi. Apetitingiz ham ochildi. Yeyapsiz hozir hamma narsa. Juda ham yaxshi. Demak, vес olgansiz, sahringiz normaga tushdi, energiyangiz zo'r. Zo'r. Juda ham yaxshi.